Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Kardiomaster jamoasi tomonidan tayinlangan onlayn kardiologiya darslarining yurak auskultatsiyasi, tonlari va shovqinlari haqida gaplashamiz. Birinchi, yurak auskultatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, ta'rifi. Yurak auskultatsiyasi bu stetoskop yordamida yurak faoliyati vaqtida paydo bo'ladigan tonlar va shovqinlarni eshitish va baho berish usuli hisoblanadi. Yurak auskultatsiyasida nimalar baholanadi deydigan bo'lsak, yurak tonlari, yurak shovqinlari, ritmi, ya'ni diastola va sistola paytidagi ritmlari va qo'shimcha S3 va S4 tovushlarni aniqlash uchun ishlatamiz. Fonendoskopga keladigan bo'lsak, uni ikkita qismidan iborat bo'ladi. Ya'ni diafragmal qismi va bel qismlaridan iborat bo'ladi. Diafragmal qismda odatda bizda kattalarda va yuqori chastotali tovushlarni eshitish uchun ishlatamiz. Bel qismidan esa biz yosh bolalarni va past chastotali tovushlarni eshitish uchun ishlatar ekanmiz. Yurak auskultatsiyasida klapanlarda anatomik joyida emas, balki qon oqimi yo'nalishi bo'yicha eshitar ekanmiz. Xo'p, yurak auskultatsiyasi nuqtalar bor. Ko'p joylarda har xil ketma-ketlikda yurak auskultatsiyasini tahlil qilib chiqaradi. Masalan, rus adabiyotlari va o'zbek adabiyotlarida ko'radigan bo'lsak, biz birinchi o'rinda mitral klapanda birinchi o'rinda eshitish nuqtasi deb hisoblaymiz. Ingliz adabiyotlarida esa quyidagi ketma-ketlikdan iborat bo'ladi. Biz o'zimizga qulay tarzda shu usulni ma'qul ko'rdik. Ya'ni yurak auskultatsiyasi nuqtalariga keladigan bo'lsak, birinchi eshitish nuqtasi aortal valva, ya'ni aortal klapan, keyingisi pulmonal klapan, keyingisi botkin erb, keyingisi trikspidal klapan va mitral klapanlardan iborat ekan. Normada eshitish ketma-ketligi. Xo'p, bemorni auskultatsiya boshlaydigan bo'lsak, birinchi eshitish nuqtalarini birin-ketin davom ettiramiz. Ya'ni birinchi eshitish nuqtasi bu boya ko'rganimizdek aortal valva hisoblanadi. Ya'ni aortal klapanning chiqish qismiga to'g'ri keladi va uni auskultatsiya nuqtasi keladigan bo'lsak, ikkinchi qo'rg'alar oralig'ida o'ng tarafda o'ng sternumga yopishgan qismga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi ikkinchi eshitish nuqtasi bu pulmonal valva, ya'ni pulmonal klapan hisoblanadi. Bu aynan aortal klapanning qarama-qarshi tarafida, ikkinchi qo'rg'alar oralig'ida va sternumning chap qirrasiga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi botkin erb nuqtasi. Botkin erb nuqtasi bizda 3-eshitish nuqtasi hisoblanadi va bu aynan aortal klapanning qo'shimcha eshitish nuqtasi hisoblanadi. Ayniqsa aortal regurgitatsiyalarda bizda yaxshi eshitilar ekan. Bu 3 va 4 qo'rg'alar oralig'ida sternumning chap qirrasiga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 4-eshitish nuqtasi. Bu trikspidal klapanning eshitish nuqtasi hisoblanadi va bu sternumning chap tarafida 4-qo'rg'alar oralig'iga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 5-eshitish nuqtasi bu mitral klapanning eshitish nuqtasi hisoblanadi. Bu yurak cho'qqi turtusiga to'g'ri keladi va linea media clavicularis nuqtasidan 5-qo'rg'alar oralig'iga to'g'ri kelar ekan. Aynan bizda 5 ta aortal, pulmonal, botkin erb, trikspidal va mitral klapanlarni eshitish nuqtalarini ko'rib chiqdik. Bu yerda aniqroq ko'rsatilgan, ya'ni bu yerda aortal klapanning eshitish nuqtasi, pulmonal klapanning eshitish nuqtasi, botkin erb nuqtasi, trikspidal klapan va mitral klapanlarning eshitish nuqtalari ko'rsatilgan va qaysi qo'rg'alar oralig'ida ham yaxshi eshitishi keltirilgan. Ya'ni 2, bu ham 2, bu 3-qo'rg'alar oralig'ida, bu 4-qo'rg'alar oralig'ida va bu 5-qo'rg'alar oralig'iga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, yurak tonlari nima? Bu yurak muskullari keskin qisqarib bo'shashgan paytda va klapanlar ochilib yopilish paytida bizda yuragimizda tovushlar paydo bo'ladi. Aynan bu yurak tovushlarni biz yurak tonlari deb atar ekanmiz. Yurak tonlari normal fiziologik holatda sog'lom odamlarda eshitiladigan tovushlar hisoblanadi. Ya'ni bizda keskin ravishda yuragimiz qisqarib bo'shashadi. Shu paytda yuragimizga qon kiradi va chiqadi. Shu jarayonda aynan parallel ravishda klapanlar ochilib yopilish jarayonlari bo'ladi.
Ya'ni qaysi klapanlar deydigan bo'lsak, mitral klapan, aortal klapan, pulmonal klapan va trikuspital klapanlar. Aynan shu klapanlarning ochilib yopilish qismida bizda yuragimizda tovushlar paydo bo'ladi va shu tovushlarni normal holatda yurak tonlari deb atar ekanmiz. Yurakda asosan ikkita toni, ya'ni birinchi va ikkinchi tonlari farqlanadi va biz ularni stetoskop yordamida eshitadigan bo'lsak, duk etib tovush eshitiladi. Aynan biz bularni shartli ravishda ikkita qismi labdub, laptap shaklida talaffuz qilar ekanmiz. Ya'ni eslab qolish uchun xolos bu narsa. Ya'ni yurak sohasiga stetoskopni qo'yadigan bo'lsak, bizda tovush eshitiladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi tonlar asosan eshitiladi. Aynan shularda biz shartli ravishda laptop shaklida talaffuz etar ekanmiz. Bu yerda lab S1 tovushga to'g'ri keladi, ya'ni mitral bilan trikuspital klapan yopilgan paytda. Tap esa bizda S2 tovushga to'g'ri keladi. Ya'ni yarim oysimon klapanlar yopilgan paytda, aortal va pulmonal klapanlar yopilgan paytda eshitiladigan tovushlar hisoblanadi. Bu yerda ko'rsatilgan, ya'ni bular S1 da hosil qiladi va teng yopiladi. Bu yerda esa S2 tovushda hosil qiladigan aortal va pulmonal klapanlarni ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa yurak tonlari hisoblanadi. Yurak tonlari bizda S1, S2, S3 va S4 tonlari mavjud ekan. Normal holatda bizda auskultatsiyada ahamiyatli jihati bizda S1 va S2 tonlar hisoblanadi. Bunda oddiy auskultatsiya orqali bemalol S1 va S2 tonlarni eshitsak bo'ladi. S1 tonlari haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yurakda birinchi toni hisoblanadi va sistolik ton hisoblanadi. Bu qachon yuzaga kelishini ko'rib chiqamiz. Qorinchalar devorlari keskin qisqargan paytda yurak mushaklari tayranlashadi va bosim ortadi va qon kuchli zarba natijasida chiqib ketishga yo'l qidirar ekan. Shu paytda qonning harakati tufayli atrioventrikular klapanlar yopiladi va ularga qon borib uriladi. Natijada bizda yurakda birinchi toni sistolik ton hosil bo'lar ekan. Ya'ni bizda yurakda birinchi toni atrioventrikular klapanlar. Ya'ni bular qaysilar deydigan bo'lsak, trikuspital klapan va mitral klapanlar yopilishi natijasida paydo bo'lar ekan. Bundan tashqari, birinchi ton hosil bo'lishida so'rg'usimon muskullarda taranglashi va qorincha muskullarining qisqarish natijasida paydo bo'ladigan tovushlar ham ma'lum darajada ishtirok etar ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yurakda birinchi toni qorinchalar qisqargan paytda atrioventrikular klapanlar, ya'ni mitral va trikuspital klapanlar, 2 va 3 tabaqali klapanlar yopilish natijasida paydo bo'lar ekan. Keyingi navbatdagi yurak toni bu ikkinchi ton, S2 toni hisoblanadi. Bu diastolik ton bo'ladi bizda. Qorinchalar kengayishi boshlanganda vaqtda bosim qorinchalarda kamayadi va yarim o'smir klapanlar yopiladi. Aorta va o'pka arteriyasida qon ushbu klapanlarga qaytib kelib uriladi. Natijada bizda ikkinchi ton, diastolik ton hosil bo'lar ekan. Bu yerda yurak tonlari, ya'ni S1 va S2 tonlarini ajratib o'tib ketgan. Ya'ni bularni biz shartli ravishda laptop etib takrorlab bilib olishimiz kerak ekan. Lap deganda yurakda birinchi toni S1 toni hisoblanadi va bizda bu yerda mitral va trikuspital klapanlar yopilgan paytda hosil bo'ladi. Dab deganda yurakda S2 toni, ya'ni atrioventrikular klapanlardan keyin hosil bo'ladigan ton. Aortal va pulmonal klapanlar yopilgan paytda qonda urilishi natijasida paydo bo'ladigan tovushlar nazarda tutilar ekan. S2 toni haqida gaplashadigan bo'lsak, S2 toni bilamizki, ikkita qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni ulardan bittasi aortal klapan yopilish natijasi, ikkinchisi esa pulmonal klapanlar yopilish natijasida paydo bo'ladi. S1 tovushni ko'radigan, agar S1 tovushni eslaydigan bo'lsak, bu 2 va 3 tabaqali klapanlar yopilish natijasida paydo bo'lardi. Bunda ikkalasi teng ravishda doimo yopiladi va o'rtasida hech qanday uzilish sodir bo'lmaydi. Lekin bizda S2 tovushni ko'radigan bo'lsak, aorta va pulmonal klapanlar har xil paytda yopilib bo'shashadi.
Buni quyidagi jadval orqali ko'rsak bo'ladi. Ya'ni bizda bu yerda S1 tovushi keltirilgan, ya'ni bu 2 va 3 tabaqali klapanlar yopilish natijasi paydo bo'ladi va u bir xil paytda, bir xil vaqtda yopilyapti. Lekin bizda normal holatda aortal va pulmonal klapanlar har xil vaqtda yopilar ekan. O'rtasida alohidalanish sodir bo'lar ekan. Bu bizda aortal klapan yopilishi oldinroq, pulmonal klapan esa keyinroq yopilishini ko'rsatar ekan. Nimaga bunday bo'lyapti? Aorta bizda chap qorinchamiz o'ng qorinchamizga nisbatan kuchliroq hisoblanadi. Mushak massasi kattaroq va u kuchli qisqarish natijasida ichidagi qonni o'ng qorinchaga nisbatan tezroq chiqarib yuboradi va bizda chap qorinchamizda tezroq qon tugaydi va bizda aortamizdagi chiqib ketgan qonni natijasida chap qorinchamiz bo'shaydi va tezroq aortal klapan o'ng pulmonal klapanga nisbatan yopilishi sodir bo'lar ekan. Lekin bizda normal va fiziologik holatda esak tovush ajralishi kuchayar ekan. Fiziologik holatda qachon deydigan bo'lsak, normal holatda bizda nafas olganimizda ko'krak qismimizda manfiy bosim sodir bo'ladi. Manfiy bosim paydo bo'lganda bizda venöz qaytish kuchayadi. Ya'ni bizda yuqori va bu yerda pastki kavak venalar mavjud. Nafas olganimizda venöz qaytish yuqori pastki kavak venalarda ko'payganligi hisobiga o'ng bo'lmachamizga ko'proq qon quyilar ekan. O'ng bo'lmachamizga normalda ko'proq qon quyiladigan bo'lsa, o'ng qorinchamizga ko'proq qon o'tadi. O'ng qorinchamizga ko'proq qon o'tadigan bo'lsa, bizda o'zi kechroq qonni chiqarib turgan qorinchamiz ko'proq qon kelganligi natijasi yanada kechroq qonni pulmonal klapan orqali pulmonal arteriyalarga chiqarishi kechroq bo'ladi va klapanni normada kechroq yopilishi ham uzayib ketadi va buni normal delay, ya'ni normal kechikish deb atar ekanmiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, aortal va pulmonal klapanlar ketma-ketlikda birinchi aortal, keyin pulmonal klapan yopilib turadi. Endi ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, aortal bilan pulmonal klapan yopilishi o'rtasida masofa ancha uzayib ketdi. Patologik holatda qachon yuzaga keladi? Patologik holatda bizda giz sistemini o'ng oyoq blokadasi bilan pulmonal stenozlarda o'ng qorinchamiz, chap qorinchamizga nisbatan klapanlari kechroq yopilishi sodir bo'lar ekan. Nega endi giz sistemini o'ng oyoq blokadasida? Chunki giz sistemini o'ng oyoq blokadasini ko'radigan bo'lsak, o'ng qorinchamizga impulslar kechroq boradi. Shunda bizda chap qorinchamiz birinchi qisqaradi, keyin o'ng qorinchamiz qisqaradi. Shunda bizda chap qorinchamiz qisqarib bo'lib turib klapan yopiladi. Bunda esak tovushda aortal klapan yopilishini eshitamiz va impulslar hammasi o'ng qorinchaga o'tgandan keyin o'ng qorinchamiz qisqaradi va klapani yopilgandan so'ng bizda esak tovushini pulmonal qismini eshitar ekanmiz. Pulmonal stenozda nima bo'ladi deydigan bo'lsak, pulmonal stenozda bizda o'ng qorinchamizdan chiqib ketayotgan qon qiynalib stenozlangan, ya'ni to'rayib qo'ygan klapan orqali chiqib ketadi va qonni chiqib ketish vaqti uzayadi va klapanning yopilish vaqti ham uzayishi sodir bo'ladi. Bu esa normal delayga nisbatan ancha uzayish sodir bo'lishini ko'rsatar ekan esak tovushda ajralishini. Keyingisi bizda S3 toni hisoblanadi. Bu S1, S2 tonlardan keyin yuzaga keladigan past chaslotali tovush hisoblanadi. Endi ta'rifiga keladigan bo'lsak, diastolaning boshida qorinchalarning tez to'lishi natijasida paydo bo'ladigan past chaslotali tovush hisoblanadi. Fiziologik mexanizmiga keladigan bo'lsak, mitral va trigeminal klapanlar ochiladi va qon qorinchalardan bo'lmachalardan qorinchalarga tezlik bilan tushadi va qorinchalarni devorni tebratish hosil qiladi va bizda S3 tonini hosil qilar ekan. Shu tebranish S3 tovushini hosil qilishi keltirilgan. Bu ingliz adabiyotlarida rapid ventricular filling faza deyiladi. Bu yerda rapid tez degani, ventricular qorinchalar, filling degani to'lish. Ya'ni qorinchalarda tez to'lishi natijasida bizda qorinchalar devor tebranadi va bizda 3-ton hosil bo'lar ekan. Auskultatsiya xususiyatiga keladigan bo'lsak, bu qayerlarda yaxshi eshitiladi desa, yurak apexda va chap yonbosh sohasida yaxshi eshitilar ekan. Nega deydigan bo'lsak, chap qorinchamizning hajm jihatdan katta hisoblanadi ichki qismi
va bo'm-bo'sh qorinchaga, bo'lmachalarimizga qon shiddat bilan tushishi natijasi qorinchalar devori tebranadi va bizda 3-ton hosil bo'ladi. Xususiyatiga keladigan bo'lsak, past chastotatli tovush hisoblanadi. 4-yurak toni. Bu diastolani oxirida bo'lmachalarni qattiq qisqarishi natijasida qorinchalarga qon itarilishi natijasi paydo bo'ladigan tovush hisoblanadi. Ya'ni bizda S3 ton hosil bo'ldi, qorinchalarga qon keldi va oxirgi kam miqdorda qolgan bo'lmachalardagi qon bo'lmachalarimizni qisqarishi natijasida qorinchaga itarilib qon kiradi va 4-yurak tonini hosil qiladi. Fiziologik mexanizmni tanishib chiqdik. Natijada S4 toni hosil bo'lar ekan. Bu ingliz adabiyotlarida atrial contraction fazasiga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni atrialda bo'lmachalarni qisqarish natijasida paydo bo'ladi. Eng yaxshi qayerda eshitiladi desa, S3 toni bilan bir xil. Ya'ni yurakda, apex va chap yonbosh sohasida yaxshi eshitilar ekan. Xususiyatiga keladigan bo'lsak, S3 va S10 tonlari bizda past chastotali tovushlar hisoblanadi. Xo'p, keyingisi bu yerda xulosa chiqarib qo'yishimiz kerak. Yurakda S3 va S4 tonlari qorinchalarning diastala paytida 2-tondan keyin hosil bo'lar ekan. Ya'ni S3 ham S4 ham diastala paytida yuzaga kelar ekan. Biz yurak auskultatsiyasi va normal tonlari S1, S2, S3, S4 tonlari haqida gaplashib chiqdik. Endi yurak shovqinlari haqida gaplashib chiqar ekanmiz. Yurak shovqinlari nima? Yurak shovqinlari stetoskop yordamida auskultatsiya vaqtida eshitiladigan yurak yoki katta qon tomirlarida turbulent oqimi natijasida paydo bo'ladigan qo'shimcha tovushlar hisoblanadi. Shovqinlar ikkiga bo'linadi. Ya'ni normal va patologik hisoblanadi. Normal kimda? Buning uchun qanday kelib chiqish mexanizmini ko'rishimiz kerak. Ya'ni normada qon oqimi laminar bo'ladi. Bu yerda ko'rsatilgan. Ya'ni qon tomirlari yoki yurakdagi qon oqimida hech qanday to'sqinlik yuzaga kelmaydi va qon laminar oqim, ya'ni bir yo'nalishda parallel ravishda davom etadi va hech qanday tovush chiqarmaydi. Endi turbulent oqim qanday yuzaga keladi? Turbulent oqim qon tomir yoki yuragimizda qaysidir qismida mana bunday strukturalar paydo bo'lib qolganda, ya'ni mana bunday to'siqlar paydo bo'lib qolganda yuragimizdan yoki qon tomirlarida kelayotgan qon aylanma harakatni boshlaydi va turbulent oqimni hosil qilar ekan. Turbulent oqim normal va patologik holatda hosil bo'lar ekan. Normal holatda kimlarda esa yosh bolalarda, homiladorlarda va jismoniy yuklama paytida yuzaga kelar ekan. Bolalarda, homiladorlikda va jismoniy yuklama paytida yurakni otib berish fraksiyasi kuchayadi, yurak urishlari ham tezlashadi va normal laminar oqim ham turbulent oqimga aylanib ketish xavfi yuqori ekan. Patologik holatlarda qachon yuzaga keladi? Ya'ni shovqinlar bular stenoz paytida bo'lishi mumkin. Qon tor klapanlar orqali kirganda normal laminar oqim emas, turbulent oqimni vujudga keltirar ekan. Yoki yurak yetishmovchiliklarda yoki gipertrofik kardiomiyopatiyalarda yoki septal defektlarda yuzaga kelar ekan. Turbulent oqim paydo bo'lishi, qachon paydo bo'lishi haqida gaplashdik. Ya'ni klapan stenozlarda, regurgitatsiyalarda, notex yuzalarda va yuqori qon oqimida, ya'ni yuqori oqim tezligida yuzaga kelar ekan. Bu oxirgisini ko'radigan bo'lsak, normal holatda ham bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni yosh bolalarda yurak tez uradi, homiladorlarda ko'proq anemiyani hisobiga yurak tezroq uradi yoki jismoniy yuklama paytida yuqori oqim tezligi hisobiga turbulent oqim yuzaga kelar ekan. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, qon tomirlarida hech qanday to'siq yo'q, lekin yuqori oqim natijasida bizda turbulent oqim yuzaga kelishini ko'rib turibmiz ekan. Xo'p, yurak shovqinlari intensivligi bo'yicha baholanar ekan. Ya'ni uni balandligiga ko'ra darajalari bor ekan. 6 ta darajadan iborat. Birinchi daraja faqat diqqat bilan eshitilganda aniqlanadigan juda sust tovushlar hisoblanadi. Ikkinchi daraja sust lekin oson eshitiladigan shovqinlar hisoblanadi. Uni bemalol sust bo'lsa ham stetoskop orqali eshitsak bo'ladi. Uchinchi daraja balandroq va aniq eshitiladigan shovqin hisoblanadi, lekin vibratsiya bermaydi. Ya'ni palpatsiya paytida qo'limizda yurak sohasiga qo'yadigan bo'lsak, bizda ko'krak qafasimizga hech qanday palpatsiyada seziladigan vibratsiya bermaydi. 4-daraja kuchli shovqin vibratsiya bilan birga kuzatiladi. Ya'ni biz qo'limizni yoki barmog'imizni ko'krak qafasida yurak sohasiga qo'yadigan bo'lsak,
qo'limizga vibratsiya kuzatilar ekan. 5-daraja stetoskop ko'krak qafasiga zo'rg'a tekkanda ham eshitiladigan juda kuchli shovqinlar hisoblanadi. 6-daraja esa stetoskop ko'krak qafasiga tegmaganda ham eshitiladigan eng kuchli shovqinlar hisoblanadi. Ya'ni bular qulog'imizni yurak sohasiga yaqinroq olib kelganimizda ham bemalol eshitilar ekan. Endi tovushlar shovqinlar qachon paydo bo'lishiga ko'ra 3 xil bo'lar ekan. Ya'ni sistolik shovqinlar, diastolik shovqinlar va doimiy shovqinlarga bo'linar ekan. Sistolik shovqinlar S1 va S2 orasida eshitiladi. Chunki S1 dan bizda sistola boshlanadi va S2 dan esa diastola boshlanadi. Sistola boshlangandan diastola boshlangangacha bo'lgan soha bizda sistolik shovqinlar eshitish sohasi payti hisoblanar ekan. Diastolik shovqinlar S2 dan keyin eshitiladi. Ya'ni bizda aortal va pulmonal klapanlar yopilgandan keyin S2 tovush hosil bo'ladi va undan keyin qorinchalar kengayishi natijasi diastola paytida eshitiladigan shovqinlar hisoblanadi. Keyingisi davomiy shovqinlar sistola va diastola davomida bir xilda eshitilib turaveradi. Ham sistolada, ham diastola paytida. Buni batalif yoki ochiq arterial yo'l degan bizda aorta bilan o'pka arteriyasi o'rtasida embrionalik davrda o'rtasida ochiq yo'l paydo bo'ladi. Yo'l paydo bo'ladi chunki unda o'pkaga o'tadigan hech qanday qon tomirlar ishlamaydi. Shuning uchun o'pkadagi qon aortaga o'tib turib bosh miya yoki boshqa organlarga tarqalishi kerak edi. Endi embrionalik davrdan keyin esa ikkala o'rtasidagi to'siq yopilishi kerak edi. Ba'zilarda, ya'ni erta tug'ilgan bolalarda bu yo'l ochiq qolib ketadi. Shunda bizda davomiy shovqinlar paydo bo'lar ekan. Sistolik shovqinlar qachon paydo bo'ladi? Sistolik shovqinlar sistola paytida, ya'ni qorinchalar qisqargan paytida paydo bo'lar ekan. Bularga aorta stenozi, mitral regurgitatsiya, tricuspital regurgitatsiya va ventrikulyar septal defektlarda yuzaga kelar ekan. Diastolik shovqinlar qachon paydo bo'ladi? Bu mitral stenozda, aortal regurgitatsiyada, pulmonal regurgitatsiyada paydo bo'lar ekan. Xo'p, diastolik shovqinlar doimo patologik holatlarda eshitilar ekan. Sistolik shovqinlar esa patologik holatda ham yoki normal holatda ham bo'lishi mumkin ekan ba'zi holatlarda. Endi bularni birma-bir xususiyatlari haqida gaplashib chiqamiz. Birinchisi aortal stenoz haqida gaplashadigan bo'lsak, aortal stenoz yuqoriga ko'tarilib pastga tushuvchi shovqinlar hisoblanadi. Ya'ni bizda mana bu joyda normal aortik valva, ya'ni normal aortik klapanda qonimiz hech qanday to'siqlarsiz bemalol aorta qon tomiriga chiqib keta oladi. Lekin ba'zi holatlarda mana bunday kalsifikatsiyalangan yoki stenozlanib kichrayib qolgan klapanlarda qon qiynalib o'tadi va bizda turbulent oqim vujudga kelib turib shovqinlar paydo bo'lar ekan. Shovqinlar xususiyatini ko'radigan bo'lsak, bu yerda ko'rsatilgan, ya'ni shovqinlar ko'tarilib pastga tushuvchi shovqinlar bo'lar ekan. Chunki bizda chap qorinchamiz kuchli zarba natijasida qisqarganda shovqin sekinasida bosim ortgan sari kuchayib boradi va chap qorinchamizning ichidagi bosim kamaygan sari, ya'ni qonimiz kamaygan sari sekinasida shovqinning intensivligi, ya'ni shovqinning kuchi ham sekinasida pasayib borar ekan. Buni eshitish sohasi esa yurakda sistola paytida, ya'ni S1 va S2 orasida eshitilar ekan. Ya'ni yuragimiz lap-tap deb urganda lap hosil bo'lgandan keyin shovqin sekin kuchayadi va pasayganda dab etib tovush, ya'ni aortal va pulmonal klapanlar yopilish jarayoni sodir bo'lar ekan. Keyingisi qayerda eshitiladi deydigan bo'lsak, eng kuchli eshitiladigan sohasi yurakda asosida ekan. Nimaga? Yurakda asosi mana bu qismi yurakda apex qismiga to'g'ri keladi, mana bu qismi esa asos qismiga to'g'ri keladi. Bizda aynan stenoz mana bu aorta qismida bo'lganligi uchun yurakda asosida yaxshi eshitiladi. Radiatsiyasi qayerda radiatsiyalanadi deydigan bo'lsak, ya'ni qayerga tarqaladi desak, karotid arteriyalarda tarqaladi. Nimaga desa, chunki karotid arteriyalarga shunday aorta qon tomiriga chiqqandan keyin mana bunday bizda radiatsiyalanishi karotid arteriyalarga
to'g'ri kelar ekan. Keyingi xususiyati bizda zaif puls eshitilar ekan. Chunki bizda puls qayerda o'lchaymiz desa, aorta qon tomiridan chiqqandan keyin bilagimizdagi ichki qismida pulsni eshitamiz. Shunda bizda puls pastroq eshitilar ekan. Nimaga? Chunki mana bu joyda bizda aortadan chiqqan zarba natijasida puls bilagimizda ichki qismida puls o'lchaydigan sohalar bor. Shu yerga zarba natijasida bizda yurak urishimizni eshitar edik, pulsimizni. Endi bizda aortal stenoz natijasi kamroq qon o'tyapti. Demak, qon tomirlarida ham kamroq tebratadi va bizda zaif puls eshitar ekan. Sabablari aortal stenozi. Birinchi sababi 60 yoshdan eng ko'p sababi 60 yoshdan keyin bemorlarda yoshga bog'liq kalsifikatsiyalanish yuzaga keladi. Ya'ni normal aortal valvadan mana bunday kalsifikatsiyalangan klapanga aylanib qolar ekan. Bu ko'proq 60 yoshdan keyin bo'ladi. Yosh bemorlarda qachon bo'ladi deydigan bo'lsak, asosan 2 tabaqali klapan, ya'ni tug'ma anomaliyalarda yuzaga kelar ekan. Oqibatlari qanday oqibatlarga olib keladi aortal stenozlar? Birinchisi sinkopiya, ya'ni ba'zida hushdan ketish. Nimaga hushdan ketish yuzaga keladi? Chunki bizda mana yerda karotid arteriyalar bor. Aynan miyani qon bilan ta'minlaydigan arteriyalar. Agar bizda mana bu arteriyalarda bosim tushib ketadigan bo'lsa, karotid arteriyalarda miyada qon yaxshi aylanishi buziladi. Shunda bizda hushdan ketish holatlari yuzaga kelar ekan. Keyingi xususiyati bizda angina, ya'ni ayniqsa jismoniy mashqda nafas yetishmovchilik hislari, anginalar yuzaga kelar ekan. Chunki bizda jismoniy mashq yoki yuragimiz tezroq urib ketganda og'riqlar bo'lishi yurakda ishemiya yuzaga kelayotganligini bildiradi. Ishemiya nimaga yuzaga keladi? Stenozlangan klapan orqali, ya'ni aortal klapan orqali aortaga kamroq qon o'tadi. Aynan bizda yuragimiz qaysi qon tomirlaridan qon ta'minlanadi? Albatta, koronar qon aylanishdan, koronar qon aylanishi esa aortaning boshlang'ich qismidan paydo bo'ladi. Endi aortada bosim kam bo'lsa, yurakda ham qon aylanish buziladi. Chap qorincha gipertrofiyasi. Doimo chap qorincha kuchli zarba natijasi qonni chiqarib yuborishga intilganligi natijasida doimo nagruzkada ishlaydi. Buni hisobiga chap qorinchamiz kengayish sodir bo'lar ekan. Bular tanishib chiqdik. Keyingisi mitral yoki trikvestibulyar regurgitatsiyalar. Bular ham bizda sistolik shovqinlarga sabab bo'lar ekan. Chunki bizda yuragimiz qisqargan paytida, mana bu chap qorinchamiz ayniqsa qisqargan paytda aorta qon tomiriga biz qonda zarb natijasi chiqarib berishimiz kerak edi. Lekin bizda mana bu joyda mitral klapan, mana bu joyda aortal klapan zararlanganda qon orqaga qaytadi. Ya'ni aynan bu sistola paytida bo'ladi. Qon orqaga qaytishi natijasida bizda sistolik shovqinlar navbatdagisi, ya'ni mitral trikvestibulyar regurgitatsiyalar natijasida paydo bo'lar ekan. Endi bularda davomiyligi, xususiyati qanaqa bo'ladi desak, sistolik shovqin bo'lganligi uchun S1 va S2 orasida eshitiladi. Lekin doimiy bir xil tempdagi shovqinlar hisoblanadi. Chunki yuragimiz qisqargandan boshlab aortaga qonni chiqarguncha bizda doimiy orqaga qaytish yuzaga keladi va orqaga qaytish doimiy bir xil tempdagi tovushlar yuzaga keladi. Ya'ni S1 va S2 o'rtasida bir xil tempdagi shovqin yuzaga kelar ekan. Xo'p, mitral regurgitatsiya bo'lsa qayerda yaxshi eshitiladi desa, apex sohasida yaxshi eshitilar ekan. Chunki bizda yurakda apex, ya'ni yurak cho'qqi turtqisidagida mitral klapanda eshitish nuqtasi hisoblanadi. Aynan mitral klapanda yetishmovchilik ham, stenoz ham aynan apex sohasida eshitiladi. Keyingisi trikvestibulyar regurgitatsiya qayerda eshitiladi desa, trikvestibulyar klapan sohasida. Aynan bizda apex sohasi mitral klapanda sohasi hisoblanadi. Endi trikvestibulyar regurgitatsiyalar trikvestibulyar klapanda eshitish nuqtasi, auskultativ nuqtasiga to'g'ri kelar ekan. Buni tanishgandik auskultatsiya darsida, ya'ni sternumning chap tarafida birikkan qovurg'alarga birikkan sohasi 4-qovurg'alar oralig'iga to'g'ri kelar edi. Ba'zi holatlarda esa bu hanjarsimon o'siqqa, sternumning hanjarsimon o'sig'iga ham to'g'ri kelar ekan. Keyingisi
Bu mitral regurgitatsiya, tirikistal regurgitatsiya qachon yuzaga keladi? Mitral regurgitatsiya bizda ishemik yurak kasalliklarida. Chunki ko'rdik, bizda ishemik yurak kasalliklarida ayniqsa miokard infarkti bo'lganda, qon tomirlari to'silib qolganda bizda yuragimizni ichki qismidagi mana bunday papillyar muskullar bor edi. Papillyar muskullar zararlanishi natijasida regurgitatsiyalar yuzaga kelib qolishi mumkin. Yoki left ventriculum, ya'ni chap qorincha dilatatsiyasida. Chap qorincha dilatatsiya bo'lib, mana bunday kengayib ketadigan bo'lsa, bizda aynan mana bu klapanlar bir-biridan uzoqlashadi va o'rtasida ochiq joy paydo bo'ladi va regurgitatsiyaga sabab bo'lar ekan. Keyingisi revmatik isitmada. Aynan revmatik isitmada bizda yuragimizda ham zararlanish yuzaga keladi va klapanlarni zararlashga olib kelar ekan. Keyingisi tirikistal klapan qachon yuzaga keladi desa, tirikistal klapan joylashish qaraydigan bo'lsak, bu o'ng qorincha bilan o'ng bo'limcha orasida. Aynan o'ng qorinchamiz kengayib ketadigan bo'lsa, mana bunday klapanni bir-biriga bog'lab turadigan soha ham bir-biridan uzoqlashadi va regurgitatsiyalar yuzaga kelar ekan. Xo'p, bizda keyingi patologiya mitral klapan prolapsi hisoblanadi. Bu nima degani? Bu sistalar vaqtida mitral klapan varaqlari chap bo'lmacha left atrium tomonga bo'rtib chiqishi. Bu 2 mm dan baland holatlarga aytiladi. Xarakterlanadigan holat hisoblanadi. Shovqin holati qanaqa bo'ladi? Shovqin asta-sekin kuchayib boradi va eng balandi esakki tonda oldida eng kuchli eshitilar ekan va eng yaxshi eshitiladigan nuqta yurak apeksiga to'g'ri kelar ekan. Mitral klapan prolapsida S1 va S2 tonlarida o'rtasida shovqin eshitilishni boshlar ekan. Chunki undan oldin hamma yoq normal hisoblanadi va aynan S1 S2 tonlarida o'rtasida prolaps yuzaga keladi va shovqin asta-sekin kuchayib boradi va eng balandi S2 tonini oldida eshitilar ekan. Etiologiyasi qachon biz mitral klapan patologiyasi yuzaga kelar ekan? Qachonki revmatik isitma paytida xorda tendinining uzilishi yoki biriktirish to'qima kasalliklarida yuzaga kelar ekan. Biriktirish to'qimani kasalliklar yuzaga kelish sababi aynan bizda xorda tendini, mana bular ushlab turuvchi xorda tendinilarda biriktirish to'qimadan tashkil topgan bo'ladi. Biriktirish to'qima klapan patologiyalarida aynan shularda uzilishlari yoki bo'sh bo'lib qolishlari yuzaga keladi va bizda prolapslar yuzaga kelar ekan. Buni mexanizmi keladigan bo'lsak, klapan varaqlari yumshoq va xorda tendiniyalar uzaygan yoki bo'sh bo'lib qolgan paytda yuzaga keladi deb aytyapmiz. Mexanizmi sistalar boshlanganda left ventriculum, ya'ni chap qorincha qisqaradi va bosim ortadi. Sekin-asta bosim ortishi yuzaga keladi chap qorinchada va klapan yopiladi. Bu hali normal holat hisoblanadi. Aynan mana bu holatda, ya'ni bizda chap qorinchamiz kuchli qisqardi, mana bu klapanlar, ya'ni mitral klapan yopildi, xorda tendiniyalar hali normal holatda turibdi. Normal holatda bizda aortaga qon chiqyapti. Endi eng muhim bosqich, ya'ni klik sababi. Klik degani klik etib tovush yuzaga kelishini sababini ko'rib chiqamiz. Endi sistalar davom etadi va bosim ortadi. Bosim ortgan sari bizda zaif xorda bardosh bera olmay qoladi. Ya'ni mana bu xorda iplari bizda biriktirish to'qima kasalliklarida yoki yuzaga keldimi, revmatik isitma paytida yoki xorda tendiniyalarda uzilgan vaqtda bardosh bera olmay qoladi yuqori bosim natijasida va bizda klapan birdaniga left atrium tomonga siljib ketadi va bizda mana bu holat yuzaga keladi. Klapanlar bo'shligi hisobiga yoki xorda tendiniyalar ushlab tura olmaganligi hisobiga left atrium tomonga siljib ketadi va prolaps yuzaga keladi va bizda shu payt klik degan tovush yuzaga keladi. Ya'ni birdaniga mitral klapanda left atrium tomonga siljishi natijasida xorda tendiniyalar, xorda iplari birdaniga tortiladi va bizda tovush chiqar ekan. Va keyingi bosqichda shovqinning sababi klapan endi to'liq yopilmaydi. Prolaps natijasida to'liq yopilmaydi va endi bizda mana bu jarayon yuzaga keladi. Ya'ni prolapsdan keyin sekin-asta shovqin kuchayib boradi. Chunki left atriumga patologik oqim yuzaga keldi va regurgitatsiya yuzaga kelganligi sababli bizda shovqinlar sekin-asta S2 tonlarga yaqinlashgan sari kuchayib borishi yuzaga kelar ekan. Keyingi patologiya bizda tug'ma yurak nuqsonlaridan ventrikulyar septal defekt hisoblanadi. Bu ham bizda aynan
sistolik yurak shovqinlariga misol bo'ladi. Chunki aynan bizda sistola paytida left ventriculum ham right ventriculum ham teng qisqaradi. Lekin left ventriculum, ya'ni chap qorinchada bosim yuqori bo'lganligi uchun aynan chap qorinchadan o'ng qorinchaga qonni o'tishi yuzaga keladi va bizda bu narsa sistola paytida amalga oshadi. Endi shovqinni xususiyatiga keladigan bo'lsak, S1 dan S2 gacha bir xil tempdagi shovqin yuzaga keladi. Sababi bizda normal holatda chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga va aortaga o'tardi xolos. Lekin bizda bu yerda ko'radigan bo'lsak, chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga o'tdi va ham aortaga ham o'ng qorinchaga qon sizib o'tadi va u sistola paytida boshdan oxirigacha qonni o'tishi yuzaga keladi. Endi yana bitta xususiyati, agar shu ventrikulyar septal defekt qancha kichkina bo'ladigan bo'lsa, ovoz shuncha yuqori bo'ladi. Chunki biladigan bo'lsak, katta shardan, katta naydan puflaydigan bo'lsak, hech qanday ovoz chiqmaydi. Xuddi shunday katta ventrikulyar septal defekt bo'lsa, ovoz unchalik eshitilmaydi. Lekin shu teshik tor bo'lib turib puflaydigan bo'lsak, xuddi shunday ovoz eshitiladi. Aynan ventrikulyar septal defekt ham qancha tor bo'lsa, shuncha kuchli ovoz eshitilar ekan. Endi xususiyatlarni yozma tarzida ko'radigan bo'lsak, S1 dan S2 gacha bir xil tempdagi shovqin eshitilar ekan. Buni mana bu joyda ko'rib chiqdik. Keyingisi eng yaxshi trikistudal sohada yaxshi eshitilar ekan. Keyingisi ventrikulyar septal defekt qancha katta bo'lsa, shovqin shuncha past bo'ladi. Buni mana bu joyda nay misolda ko'rib chiqdik. Keyingi patologiya aortal regurgitatsiya. Aortal regurgitatsiya bizda diastalik yurak shovqinlariga misol bo'la oladi. Endi bu qachon yuzaga keladi desa, erta diastalik shovqinlarga misol bo'lar ekan. Ya'ni diastalani S2 dan keyin diastala boshlanadi. Aynan diastalani erta davrdan yuzaga kelar ekan va sekin-asta kamayib boradigan shovqinlarga misol bo'lar ekan. Xususiyatiga ko'ra esa puflovchi yuqori chastotali shovqinlarga misol bo'ladi. Endi sabablari keladigan bo'lsak, sabablari qachon yuzaga keladi? Aynan mana bu klapanning zararlanishi, ya'ni aortal klapanni zararlanganda yuzaga kelar ekan. Bu endokarditlarda bo'lishi mumkin. Aortal ildizi kengayganda, ya'ni bizda mana bu normal holatdagi klapanlar yopilib turgan bo'lsa, aynan ildizni bir-biridan uzoqlashib, ikkala tarafga ketadigan bo'lsa, ya'ni dilatatsiya bo'lib turadigan bo'lsa, aortal ravod ildiz qismi kengayadigan bo'lsa, aynan klapan patologiyalari yuzaga kelar ekan. Ya'ni klapan bir-biridan uzoqlashadi va qon orqaga qaytishni boshlaydi. Ya'ni regurgitatsiya bo'lar ekan. Keyingisi revmatik isitma. Revmatik isitma ham aynan yurakda klapanlarni zararlash xususiyatiga ega. Ba'zan esa tug'ma holatda ikki tabaqali klapan holatlarida regurgitatsiyalar sodir bo'lar ekan. Endi o'ziga xos xususiyatlari: puls bosimni baland bo'lishi. Puls bosim nima edi? Aynan bizda sistolik qon bosim bilan diastolik qon bosimni ayirsak, puls bosim yuzaga kelar edi. Aynan bizda normal holatda 120 ga 80 edi. Ya'ni sistolik 120, diastolik 80. Uni ayirmasi 40. Normal holatda puls bosim 30 va 50 ga teng bo'lardi oralig'ida. O'rtacha 40 ga teng bo'lardi. Bu normal puls bosim. Endi bizda doimiy qon diastala paytida ham left atrium, ya'ni chap bo'lmachadan o'tadi va aortada regurgitatsion qon ham qaytadi va bu yerda chap qorinchada bosim ortib ketadi. Ya'ni normada 120 edi, lekin ikki tomondan qon kelgani uchun 160 ga oshib ketdi. Va chap qorinchamiz kuchli zarb natijasida qisqarganda 160 davleniya bilan aortaga qon haydab beradi. Va bu bizda sistolik qon bosimini oshiradi. 160 ga oshirdi. Va aynan bizda diastolik qon bosim saqlab turish kerak edi. Masalan 80 yoki 90 holatda saqlab turardi diastolik qon bosim. Lekin bizda qon bosim aortadan yana left ventriculumga qaytganligi sababli mana bu 80 emas 60 ga tushib qoladi bizda diastolik qon bosim. Shunda bizda
diastalik qon bosimidan sistalik qon bosimida ayirmasi 160 dan 60 da eriydigan bo'lsa 100, ya'ni puls bosim ortib ketishini ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, keyingi xususiyatlari. Bu yerda yana bitta xususiyati bor ekan. Bizda tirnoqlarda pulsatsiya sezilar ekan. Aynan bizda qo'limizda tirnoqlarni yerga bosadigan bo'lsak, oqarib qoladi. Pasti esa qizarib turadi. Shunda sog'lom odamlarda bir xilda past qizil, tepasi oq shaklda yuzaga keladi mana bu holatda. Lekin aortal regurgitatsiya holatlarida aynan shu qizil qismi oq qizil bo'lib turib, pulsatsiyani sezishimiz mumkin ekan. Yana bir xususiyatlari, mayda karotid venalarini shishib qolishlarini va pulsatsiya sezilishlarini va boshni tebranib turishlarini ko'rishimiz mumkin ekan. Boshni tebranib turishi nimaga yuzaga keladi? Normal holatda aytdik, bir marta yurak qisqarganda 120 davleniya bilan otib berardi. Endi bizda bosim ortganligi hisobida har bir marta yurak qisqarganda 160-170 davleniya bilan aortaga kuch beradi. Va aortaga bosim yuzaga kelganligi uchun aortadan keyin mana bu karotid arteriyalarda bosim ortib ketadi va birdaniga bosim, diastalik bosim esa tushib ketishi sodir bo'lar ekan va bizda boshimiz chayqalish holatlari yuzaga kelar ekan, qachonki aynan shu patologik holatda. Keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa mitral stenoz. Mitral stenoz ham bizda diastalik shovqinlarga misol bo'ladi. Auskultatsiya belgilari keladigan bo'lsak, S2 dan keyin opening snap eshitilar ekan. Opening snap nima? Bizda aynan mana bu sog'lom klapan bo'ladigan bo'lsa, kalsifikatsiyalanish natijasi, ya'ni mitral klapanda kalsiylar o'tirib qolish natijasida bizda klapanlar birdaniga ochilganda snap degan narsa bor, ya'ni tik etib klik degan narsani ko'rgandek snapga o'xshagan tovush yuzaga keladi, ya'ni tilik etib ochilish yuzaga keladi. Shu narsani aynan snap deyiladi. Opening degani ochilishda yuzaga keladigan, klik degan tovushda eslatuvchi shovqin yuzaga keladi. Va aynan shu opening snapdan keyin bizda shovqin yuzaga kelar ekan. Bu auskultatsiyada muhim mitral stenozning belgisi hisoblanadi. Ya'ni boshqa shovqinlardan farqi nima deydigan bo'lsak, qachonki shovqin mitral stenozning shovqini opening snapdan keyin yuzaga keladi deyishimiz kerak ekan. Shundan keyin g'uvlovchi diastalik shovqin yuzaga kelar ekan. Sababi keladigan bo'lsak, ko'proq mitral stenozda revmatik isitmadan keyin yuzaga kelar ekan. Xo'p, nimaga endi diastalik shovqin deyapmiz? Aynan bizda left atrium, ya'ni chap bo'lmachadan qon chap qorinchaga va normal holatda aortaga bemalol o'tishi kerak edi. Lekin diastalik paytida, ya'ni chap qorinchamiz qon to'lish fazasida, ya'ni kengayib turgan paytda mana bu joyda klapanlar torayib qolgan va klapanlar tor joydan o'tganligi hisobiga laminar oqim emas, turbulent oqim yuzaga kelib, shovqin yuzaga kelar ekan. Qachon shovqin yuzaga keladi desa, birinchi klik etib tovush yuzaga keladi, ya'ni kalsiylar urilib turib bir-biriga ochilish yuzaga keladi. Bu opening snap. Opening snapdan keyin bizda g'uvlovchi shovqin yuzaga kelar ekan. Endi surunkali mitral stenoz oqibatlari qanday deydigan bo'lsak, doimiy mitral stenoz bilan ancha yillar davomida yuradigan bemorlarda chap bo'lmacha kengayish yuzaga keladi. Nimaga desa, chap bo'lmacha doimo tor joydan qonni haydash natijasida chap bo'lmachamizda kengayish yuzaga keladi. Chap bo'lmachamizga qon qayerdan keladi? Albatta o'pka venalar, 4 o'pka venasi orqali keladi. Bu yerda chap bo'lmachamizga bosim ortganligi hisobiga 4 o'pka venasida ham bosim ortadi va o'pka dimlanishi yuzaga kelar ekan. Endi atrial fibrillation yuzaga keladi, ya'ni bo'lmachalar fibrillatsiyasi yuzaga keladi deyapti. Endi buni mexanizmi nima deydigan bo'lsak, aynan bizda bo'lmachalar fibrillatsiyasi bo'lmachalarda kengayib ketish natijasi yuzaga keladi. Qachonki bizda bo'lmachalarimiz normadan ko'ra kengayib ketadigan bo'lsa, mana bunda kengayib ketadigan bo'lsa, uni orasida normal joylashgan, mana bunda bir tekisda joylashgan kardiomiyosidlar o'rniga tartibsiz joylashgan kardiomiyosidlar egallaydi. Va tartibsiz
joylashgan kardiomayezlarda impulslar harakati ham tartibsiz bo'lib turib, mayda-mayda impuls hosil qiluvchi o'choqlar paydo bo'ladi va bo'lmachalar fibrillatsiyasiga olib kelar ekan. Keyingisi Ortner sindromi yuzaga kelar ekan. Ortner sindromi nervus laryngeus recurrensi siqib qo'yishi natijasida aynan bizda ovoz bo'g'ilishlari yuzaga kelar ekan. Keyingisi gemopatiziya, ya'ni qon tuflash yuzaga keladi. Qon tuflash bizda aynan o'pkalarimizda bosim ortib ketadi. Bosim ortganligi hisobiga alveolalarga qon sizib o'tishni boshlaydi va yo'talganimizda aynan shu qon tuflash yuzaga keladi. Aynan ko'pikli balg'am simon qon tuflashlar bunga misol bo'la oladi. Va oxirida esa bizda o'pkada bosim yuzaga kelganligi hisobiga aynan o'pkamizga qonni kim haydab beradi, qaysi qismi? O'ng qorincha haydab beradi. O'ng qorincha yetishmovchiligi yuzaga kelar ekan eng oxirgi qismlarda. Keyingi patologiya bizda uzluksiz yurak shovqinlari hisoblanadi. Uzluksiz yurak shovqinlariga patent ductus arteriosus misol bo'la oladi. Patent ductus arteriosusda avtor nomi bilan biz Batalov yo'li hisoblanar ekan. Bu bizda tug'ma yurak nuqsonlariga kiradi. Ya'ni yuragimiz embrionalik davrda aynan aorta bilan pulmonar arteriya o'rtasida mana bunday bog'liqlik bo'ladi. Chunki bizda qorinchalarimiz qisqargan paytda o'pka arteriyalar orqali qon haydab berish kerak edi. Lekin embrionalik davrda o'pka ishlamaganligi hisobiga bizda qon o'pkaga haydalmasdan aynan aortaga o'tadi va hayotiy muhim organlarni qon bilan ta'minlashda ishtirok etar edi. Va bu tug'ilgandan keyin yopilib ketish kerak edi. Lekin ba'zi patologiyalarda, masalan, tug'ma qizilcha bilan zararlanganda, ya'ni onani ayniqsa birinchi trimestrda qizilcha bilan zararlanganda, mana bu joyda bolani ko'rishimiz mumkin. Tug'ma qizilcha bilan infeksion kasallik bilan kasallanib tug'ilgan bola yoki erta tug'uruqlar paytida shu yo'l yopilmay qoladi va bizda uzluksiz yurak shovqinlari yuzaga kelar ekan. Buni sababi yuqori bosim natijasida aortaga qon haydaladi va aortani bosimi bu yerda pulmonar arteriya bosimidan yuqori bo'lganligi uchun sistola paytida qon pulmonar arteriyaga o'tadi. Va diastala paytida ham diastalik bosim ham aortada 80 mm simob ustida saqlanib turadi. Va shunda ham bizda aortadan pulmonar arteriyaga qon o'tishda davom etadi. Shuning uchun bu uzluksiz yurak shovqinlariga misol bo'lar ekan. Ya'ni sistola paytida ham, diastala paytida ham shovqinlar uzluksiz davom etadi. Eng kuchli esa S2 ga yaqin qismida eshitilar ekan eng kuchli shovqin. Auskultatsiya xususiyati uzluksiz shovqin. Eng yaxshi eshitiladigan nuqta bu chap o'mri ostida yaxshi eshitilar ekan. Aynan mana bu anatomik jihatdan mana bu joyda yuragimiz joylashgan joyga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni chap o'mri ostida. Eng kuchli S2 atrofida eshitiladi. Xo'p, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar shular. Bugungi darsimizda yurak auskultatsiyasi, yurak normal tonlari va shovqinlari haqida gaplashib chiqdik. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi mavzularda ko'rishguncha.